Assalomu alaykum barchaga, omonmisizlar? Bu video darsimizdagi loyiha aynan shu dizayn bilan bog'liq. Xo'p, mana shu loyihani tuzib chiqamiz. O'tgan safargi NISA loyihasi edi. Bu loyihamiz portfolio loyihasi. O'zingizni to'liq yoritib berasiz, o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni, ism, familiyangiz, xo'p, bu yerda rasmingiz, o'zingiz rasmingizni yuklaysiz, elektron pochtangiz, GitHub akkaunt, agar yo'q bo'lsa, github.com qolaversin, Telegram akkaunt, telefon raqamlaringizni bog'laysiz va bu yerga o'zingiz biladigan texnologiyalar, bu yerga qanday imkoniyatlarga egasiz, mijozlar hammasini qo'yib chiqasiz. Xo'p, bu yerda bir xil dizayn 2 marta takrorlangan desangiz, bu hover holati. Hover bu sichqoncha olib borilgandagi holat, qo'lcha chiqqanda qanday holatda bo'lishi. Mana bularni. Xo'p. Demak, men hozir shu loyihani o'zidek qilaveraman. Sizlar o'zlaringizga moslab tuzasizlar. Demak, boshladik. Video dars. Kursorni ochib olaman. Sizlar Visual Studioda ochsalaringiz ham bo'ladi. Ochilyapti. Demak, fayl strukturasini to'g'rilab olamiz. Sets ochamiz. Ichiga hop, yaxshi. JS main.js bo'lsin. Hop, bo'ldi, ochildi. Keyingisi rasmlarni saqlab qo'yishimiz uchun images papkasi. Images ochildi. Hop, keyin ikonlarni yuklash uchun ham icons degan papka ochib qo'yamiz. Hop, endi bu ochilgunicha biz Figma'dagi kerakli ikonlarni va rasmlarni yuklab olishimiz kerak. Masalan, bizga nima kerak? Aynan shu Figma maketdagi mana shu menu ikon kerak. Hop, SVG holatda turibdi. Buni faylimizga saqlab olamiz. PNG holatda ekan, SVG ga o'zgartirib mana shu ko'rinishi saqlab olamiz. Demak, o'zimizning video darsimizda assets ichida icons bor. Bunga menu deb qoldiraman. Xo'p, yaxshi. Headerda yana GitHubni olaylik. Buni ham SVG holatda yuklab olaman. GitHub saqlab oldik. Mana bu. Buni olamiz. Left. Buni ham SVG formatiga o'tkazib saqlaymiz. Left bo'lsin. Keyingisi right. Buni right deymiz. Undan keyingisi keling, asl formatdan olaylik, hover emas. SVG holatda reload. Birini olib qo'yaman. Bu rasmni saqlab olamiz. Xo'p, bu yerga men Figma'dagi rasmni qo'yib ketaman. Siz o'zingizning rasmingizni qo'yasiz. Bu icons emas, ya'ni imagesga qo'yamiz. Portfolio. Foto. Xo'p. Endi yana qaysilari kerak bizga? Elektron pochta. SVG formatda. Mana bo'lsa, ortga qaytib iconsga yuklaymiz. Gmail qolaversin. GitHubni yuklab oldik, bizda bor.
Endi Telegramni yuklab olamiz. Telegramni ham yuklab oldik. Hozircha yetarli shu sahifamiz uchun. Xo'p, demak, mana bizda image bor, ikonlar bor, tayyor. Boshlasak bo'ladi. Demak, yahyobek.uz bo'ldi. CSS ni olamiz. Xo'p. Yaxshi. Keyin JavaScript ni ulab qo'yamiz. CSS ulandi. Xo'p, Figmaga qarab, kod strukturasini to'g'rilab chiqamiz. Bu header. Bu qismi bo'lsa, aside qismi. Hozir bitirib tushuntirishga harakat qilaman. Bunisi bizda header qismi. Bunisi aside qismi bo'ladi. Bunisi esa section bo'lsin. Mana shu layoutlardan foydalanamiz. Menga qo'shib, hop, demak, boshladik. Eng birinchisida header. Headerning ichida e'tibor bering, mana buni yonida bitta tugma bor ekan. Tugmani ham qo'yishimiz uchun header left. Endi bitta button qo'yib ketamiz. Menu btn. Buni ichiga image qo'yamiz. Assets icons ichidagi menu svg va bu yerga icon deb yozib qo'yamiz. Yaxshi, keyingisi mana bu tayyor bo'lsa, bunisi. Xo'p, demak, ADga yozib ketaman, chunki ссылка ko'rinishida bo'ladi bu. Mana shunday qo'yib, index.html qo'yib qo'yaman. Va bunga mana shu holatda bo'ladi. Aynan mana shu joyni bitta span degan tagga olib, chunki rangi o'zgacha ekan. Mana ko'rsataman sizlarga. Nima uchun o'zdi olganimga. Yashilga o'xshash rangda turibdi. Mana. Xo'p. Demak, keyingisi header qismida. Xo'p, navbar qismi bo'ladi. Navbar ul ichidagi li. Xo'p, lidan 3 ta bo'lsin va a tagi bo'lsin. Hozircha. Xo'p, a tagining ichida nimalar bo'lishi kerak? Bosh sahifa bo'ladi. Bosh sahifani o'zi mana shu index.html da o'zi. Xo'p, bu yerga ham xuddi shu narsani berib qo'ydik. Bosh sahifa. Hop, mana index.html o'zi. Yokida o'chirib qo'ysak ham HTML o'zini olaveradi. Hech qanday muammo yo'q. Buni olib qo'ysak ham birinchi HTML ni topadi. Index.html ya'ni. Hop, keyingisida about bo'ladi. Haqida. Mana bu yerga /about.html deb yozib qo'yaman. Buni hozir uzr, buni ichida bo'lishi kerak. Keling, shuni o'chirib tashlab. Mana bu yerdan loyihalar. Projects bo'ladi. Bu keyingisi bog'lanish. Bu kontakt bo'ladi. Undan keyingisi bo'lsa GitHub. Icons GitHub. Icon. Xo'p, mana bu hozir endi buni yopaman-da. Keraklicha yana HTML fayl ochamiz. about.html. Nima uchun bu deb so'rasangiz, bu yerda mana bu index.html bo'lsa, mana bunisi bo'lsa about.html haqida, chunki mana bu boshqa narsa ochilishi kerak. Bunisida bo'lsa projects
loyihalar.html bo'ladi. Bunisi contact.html fayl. Xo'p, about ochdik. Yaxshi. Bundan keyingisi projects.html. Xo'p, undan keyingisi contact.html. Xo'p, menimcha tayyor. project.html ga uladik. Xo'p, keyingisi contact.html. Xo'p, bunga bo'lsa o'sha GitHub account ulab qo'yaylik. https://github.com deb slash qilib GitHub accountingizni ulab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, yaxshi. Demak, bu qismi hozircha tayyor. Tepaga kommentariy yozib qo'ysam ham bo'ladi, tushunarli bo'lishi uchun. Header. Endi CSS ni boshladik. Xo'p, CSS ni boshlasak, birinchi shriftga e'tibor beramiz. Bu qanday shriftda? Xo'p, Poppins ekan. Qo'yinlarni ko'zdan kechiramiz. Bu ham Poppins. Bir xil. Hammasi. Menimcha bir xil Poppins shrift ishlatilgan. Demak, shu shriftni internetdan olib bog'lab qo'yamiz. Xo'p, demak, Google Fonts. Xo'p. Bu yerga bizga Poppins kerak. Mana chiqdi. Bizga kerakli shrift. Poppins shrifti, demak, get font. Qilamiz. Bizga get empty code. Importni CSS qo'llashimiz uchun mana buni olamiz va CSS ga tashlab qo'yamiz. Bo'ldi. Tayyor. Xo'p, endi bu yerda qanday foydalanilishi bor ekan? Bittasini olsam yetarli. Buni body'ga yozib qo'yaman. Xo'p, bu yerda margin 0 plus padding 0 yozib qo'yamiz. Box sizing border box. Xo'p, HTML ga scroll behavior smooth qilamiz. Bo'ldi. Xo'p, endi yaxshi. Demak, kerakli bu button tagiga, buttonning o'ziga background noun qilib qo'yaman. Background noun bo'lsin, border noun bo'lsin. Border noun cursor pointer bo'lsin. Xo'p, yaxshi. Endi a tagi bor. A tagida bilsalaringiz tag chiziq paydo bo'lib qoladi. O'shani yo'q qilamiz. Hozirdan text decoration noun qilamiz. Xo'p, yaxshi. Keyingisida UL tagi bor bizda. O'shanga list style noun qilib qo'yamiz. Menimcha hozircha yetarli. Endi boshladik. Header. Mana bu headerga stil beryapmiz. E'tibor bering. Demak, bunga yetarlicha stillari olamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladiganlari. Mana buni olamiz. Menamiz. Buni tashlab qo'ydim. Width 100% bo'ladi. Xo'p, padding. Padding nechi? Mana shu padding kerak bizga aynan. Xo'p, display flex. Umumiy olaylik, ortiqcha bo'lsa o'chirib yuboramiz. Display flex kerak, width kerak emas, chunki bu yerda 100% berdik. Padding kerak, space between kerak. Bu kerak. Bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, endi yuklandi. Xo'p. Endi bunga stil berishni boshlaymiz. Mana oraliq masofasi qancha? Mana ko'rinyapti 18 pix, 14. Padding ham bor ekan-da.
4 piksel padding bor ekan. Keyin umumiy olganda buyog'i 14 piksel. Yaxshi. Uramiz, davom etamiz. Display flex berib qo'yaman. Hop, o'sha align items center gap 14. Hop, yaxshi. Menu. Endi menu buttonda o'ziga ham shu yerda shrift berib ketamiz. O'sha padding 4 piksel bor o'zida. Hop. Yaxshi. Keyingisi mana shu leftni ichidagi atigi. Aynan. Atigi mana shu unga stil beryapmiz. Demak, Figmadan olamiz. Mana kopiya qildik bu yerga. Tashlab yuboramiz. Hop, buni olib tashlaylik. Hop, rangi qolsin, markazlashgan holda ekan. O'sha Poppins oldindan bor. File normal 500. Yaxshi. Endi bu atigini ichidagi bizga span bor. Mana bunga rangini o'zgartirib qo'yamiz, nuqta uzni. Mana shu colorni olsak yetarli. Xo'p. Yaxshi. Hop, keyingisi navbar. Mana shu yerga keling, class berib ketaylik. Nav list. Mana bunga bo'lsa class nav list item. Bunga bo'lsa class beramiz. Class nav list link. Hozir bu usul qayerdan kelgan deb so'rasalaringiz agar, men ko'rsataman. BEM metodologiyasi bor. Mana. Hop, shu holatda ko'rsataylik. Hop. Mana bu yerda ko'rsatilgan BEMda alohida block model modify degan ma'nolarni anglatadi. Bu adashib ketmaslik uchun juda ham zo'r usul. Hozir sizlarga ko'rsataman. Manaki logo, input, menu. Hop. Hozir. Hop. BEM. Hop, birinchisini ochaylik, yaxshisi. Mana. O'zini mana HTMLda ko'rsatyapti mana. Menu item, birinchisi menu, ikkinchisi menu item, bunisi menu link. Ko'ryapsizmi? Mana shunday chiroyli qilib davom etib ketish kerak. Hop, undan ham murakkablarni hozir ko'rishga harakat qilamiz. Manaki. Bu nima uchun adashib ketmaysizlar? Bitta berilgan stil boshqa joyda ham xuddi shunday klass uchrab qolsa, stilni umuman o'zgartirib yuboradi. Manaki. Chiroyli qilib yozilgan ekan. Mana shu stildan foydalanib ketaveramiz. Manaki. Qayt chizig'isida. Bu takrorlanmas bo'lishi kerak. Boshqa joyda ishlatilmaydi. Aynan uzun qilib yozib ketasiz. Tartib bilan. Nav itemida nav list link. Hop. Yaxshi, endi bunga ham berilishi kerak edi. Nav list link. Demak, davom etamiz. Bizda nav listga stil beraman endi. Display flex beramiz. Align items center. Gapni tekshirib olaylik. Oraliq masofasi 24 piksel. Demak, gap 24 pikseldan iborat.
Yaxshi, endi Navlist link. Mana, tayyor. Berib ketib qolamiz. Endi aynan shunga Open Sans. Nima uchun Open Sans ishlatilgan? Bunda Poppins. Sahifani o'ziga ishlatilgan ekan. Open Sans. Mayli, Poppins qolaversin. Bu yerga tashlab olamiz. Ortiqchasini o'chirib tashlaymiz keyin. Bo'ldi. Yaxshi, GitHub akkaunt ulandi. Zo'r. Bitta natijani tekshirib ko'raylik, keling. OpenVis Live Server. Xo'p, nima uchun? Tekshiramiz endi. Bizda background ishlamadi. Header. Mana bu header. Tushunarli. Mana bu rang oq rangga aylanib turibdi hozir. O'shaning evaziga shu holat kuzatilyapti. Bu yerda default scroll. Keling, mana buni olaylik. Wrapper. Men hozir bitta wrapper ochaman va hammasini o'shanga tashlab yuboraman. Wrapper ochdim va mana shuni yukladim. Endi keling, mana shu Ctrl X qilib olaman. Nuqta wrapperni ichiga qo'yamiz hammasini. Mana shunda endi mana ko'rishingiz mumkin natijani. Xo'p, yaxshi. Bularga ham xuddi shunday klass berilmagan ekan. Bularga ham berib chiqamiz. Berildi. Mana o'xshadi. Turma ham bor, GitHub bor. Faqat GitHubni ochib yubordi ustiga bossam, chunki ссылка edi. GitHubni bitta tekshirib ko'ramiz. Bo'ldi, markazlashtirib olaylik. Mana shu GitHub edi. Mana bu klassni ham qolganlariga ham moslab chiqaman. Li. Xo'p. Keling, yaxshisi mana shunday berib chiqaylik. Endi mana bunga hozir muammo qayerda? Atga. Mana shu yerga plus GitHub yozib qo'yaman. GitHub. Endi mana buni stil berganimizda aynan shuni ichidagi, shu bilan birga ishlaydigan GitHub deb yozaman. Ikkalasini orasini ochmasdan display flex beramiz. Justify content center va align items center. Natijani tekshiramiz. Mana o'rtaga o'tdi. Teparoqdaylik-ku bu. Zo'r. Yaxshi, davom etamiz. Bu qismi tayyor bizga. Header qismi. Endi keyingisi main deb yozamiz. Xo'p, main deb yozdim. Main ichiga aside bo'ladi. Aside va aside bilan birgalikda keyin section bo'ladi. Qaysidir section bo'lishi mumkin. Intro, about, project, xohlagandek. Mana bu qaysi desalaringiz, Figma'dagi mana bu qismi aside bo'lsa, ko'rsataman, mana shu qismi aynan bizga bu qismi section bo'ladi, bu tarafi polni
aside bo'ladi. Demak, asside'da nimalar bor? Boshladik. Root bor. Root content deyman. atg bo'ladi. Chunki bu ссылка. Hop, yokida button qo'ysang ham bo'ladi. Button qo'yaylik hozircha. Button yozib qo'yaman. Ichiga image. Chunki rasm bor-ku bizda. Assets ichidagi o'sha iconlar ichidagi bizga left kerak. Va keyingisiga xuddi shuni ichidagi right kerak. Va keyingisiga reload kerak bo'ladi bizga. Bo'ldi. Xo'p, bu qismi ham mana tayyor. HTML strukturani to'g'ri tuzib olsak, qiynalmaymiz CSS berishda va dastur ham yaxshi ishlaydi. Xo'p. Mana bu qismi hozir tayyor. Endi bu qismi. Xo'p. Profile deb yozsam ham bo'ladi. Mana shu. Bu tugadimi? Endi bu yerdan nuqta profile. Profile rostdan ham image bo'ladi. Image'ga aynan o'zimizni assets image'dagi rasmimizni yuklab qo'yamiz. Image. Bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi profile name. H3 ga yozaylik. Profile name. Ko'ryapsizmi? Mana bu bir umuman boshqacha klass yozilyapti. Chiroyli bu. Bu boshqa joyda uchramaydi chunki. Agar H3 ga klass bersak, boshqa joyda H3 berib yuborsam, stilni o'zgartirib yuboradi. Xo'p, keyingisi bu haqida yozilgan ekan. Web dasturchi. Xo'p. Profile. Position deb yozib qo'ying. Pozitsiyasi qanday? Bo'ldi. O'z span yozib ichiga tashlab qo'yaman. Bo'ldi. Keyingisi odam degan ekan. Designer. Junior. Va birinchisi keyingisi nomer 1. Bot. Gap yo'q. Xo'p, bu ham tayyor. Keyingisi profile links deb ochaman. Bu profilega ketdik-ku, mana bu profile position pozitsiyasi. Endi men yozmoqchiman. Profile links. Linklar. Bittasini tuzib olamiz va qolganlarini ham copy qilib o'zgartirib, rasmlarni moslab, stillarini to'g'rilab chiqamiz. Elektron pochta bu. Hop. Profile link. Bu links edi, link bo'ldi. Endi profile link logo, chunki logotip bo'ladi mana shuning ichida. Image ulaymiz, assets bor, icons ulaymiz, undan keyin Gmail. Bo'ldi. Undan keyin mana bu yerga nuqta profile link content bo'lsin. Content bunga H4 ga yozmoqchiman. Email.
Bunga bo'lsa A tegini yozib, link yozib qo'yamiz-da. Aynan o'sha pochtani nomi. Mana bu yerga eslaringizda bo'lsa, mail to deb yozilardi. Bizor. Tayyor. Bitta link tayyor. Buni endi ko'proq qilamiz. Bu yerga qarangizlar, stil boshqa-boshqa. Shular ajratib olish uchun mana shu profil logoni mana shu yerga yozib ketaman. Bu Gmail deb. Ko'rlaringiz. Xuddi shuni kopiya qilaman mana. Linkda orasini ochib qo'yaylik, keyin mana tushunarli bo'ladi. Bunisi bo'lsa, ikkinchisi bizga bo'ladi, GitHub bo'ladi. Mana GitHub. GitHub yozaman. GitHub akkauntlaringizni hisoblab qo'yasizlar. https github.com bo'lsin. Keyin slash qo'yib ulab qo'yaverasizlar. O'zlaringiz akkauntlaringiz. Bu yerga GitHub bo'ladi. Bu ham tayyor. Endi keyingisi. Telegram. Mana keling, Telegramni ham olamiz. Mana Telegramni yozib qo'ydik. Telegram deb yozaman bu yerga. Telegram akkaunt yoziladi bu yerga. Masalan, men o'zimnikini yozmoqchi bo'lsam, ko'rinish qanday bo'lishi desak, telegram/me qo'yib qo'yamiz. .me bu yerga bo'lsa, mana qanday yoziladi desangiz, telegram.me Mana bergandek. Tayyor. Faqat mana buni o'sha Telegramga to'g'rilab qo'yamiz. Keyingisi telefon raqam. Fon deb yozib qo'yaman. Bu yerga aynan buni o'ylaymiz. Mana telefon qilish uchun eslaringizda bo'lsa, mana hozir kerak. Mana buni ham o'chirib, endi mana shu raqamni yozib qo'yishimiz mumkin. Yoki bunga ham o'xshab chiroyli bo'lsin desalaringiz, bunday qilib chiroyli tartib bilan yozishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Kerak bo'lsa telefon qilinadi. Xo'p, bo'ldi, tayyor sayt qismi. Demak, bunga stil beramiz. Xo'p, sayt qismi mana shu yerdan boshlanadi. Sayt style deb qo'yamiz. Keling, klass yozib qo'ysak ham bo'ladi mana shu yerga. Buni vitsi qancha? Endi stillarni ko'rib olamiz. Aynan qancha? Xo'p. Ochib olsak, sayt var qismi deyilgan mana. Mana uni qiymati berilgan ekan. Buni olaman-da, kerakmaslarni o'chirib tashlayman. Bu kerak. Fade hozircha shart emas. Display flex berilishi kerak. To'g'ri. Buni pastga tushirib qo'yaylik. Gap 14. Endi bu kerak. 14 deganda mana bu narsa tushunildi. Oraliq masofa. Xo'p, endi bizda keling bitta ish qilamiz hozir. Main bor. Class main deb qo'yamiz. Mana shu yerga
main style, main width 100% bo'ladi. Xo'p, heightni hozir hisoblaymiz endi. Heightni kalkulyatorga qo'yamiz. 100 VH minus mana bundan headerdan ayirib tashlashimiz kerak-da. Headerdan qiymatini, mana bu qiymat. Endi tekshirib ko'ramiz. Header necha piksel bo'ldi bu? Ustiga borsak 52 ko'rinyapti, mana qarang. Ko'rsam headerni ustiga borganimizda mana 52 bo'lib ko'rindi. Demak, shu balandligi 52 ekan. Xo'p. Yaxshi. Demak, 52 piksel. Mana shundan 52 piksel ayiramiz. 52 piksel. Mana bu oraliq masofaga e'tiborli bo'lingizlar. Shu bo'lishi kerak. Bitta proba. Xo'p, yaxshi. Keyin agarda shundan sig'may qolsa, overflow auto qo'yib qo'yaman. Scroll paydo bo'lib, o'zi moslashib ketaveradi. Yoki-da, xo'p, keling, overflow autoni men o'ziga berib qo'yaman. Overflow auto mos qo'yaman. Sayt o'ziga. Bo'ldi. Bu bilan qilinadigan ishlar bo'lsa, hali davom ettirib ketaveramiz. Yaxshi. Demak, oraliq masofasi qancha? 18. Qancha padding berilgan? 8 ga 14. Zo'r. Mana boshlayman. Route content. Display flex beramiz. Flex align item center va gap 14 bo'ladi. Padding 8 ga 14. 8 ga 14. 8 siziqcha 14 qilsam, tepadan pastdan 8 piksel, ikki tarafdan 14. Xo'p, endi keling tekshirib ko'ramiz. Xo'p, yaxshi. Demak, yana nimalar bor bu yerda? Border bottom bor ekan. O'shani ham kiritib ketaylik. Border bottom. Natijani tekshirsak, mana width 100% qilib qo'ysak, shunda normal holat bo'ladi. 100% deganda nimani tushunadi desangiz, mana o'ta elementni oladi 288. Chunki mana ichkarida turibdi-ku bu route content o'tasi. Tekshirib ko'rsak, mana o'xshadi. Zo'r. Xo'p, yaxshi, davom etamiz. Keyingisi bu qismi tayyor, yopib qo'ysam ham bo'ladi. Keyingisi profile. Class qilib profile image qilib ketay. Bu yerga file. Hop. Max pixel, 14 pixel. Hop, biz qarab ko'ramiz. Profile ichida umumiy hammasi bor ekan. 8 piksel. Normal holatmi shu? Agar. Zo'r, to'g'ri. Mana shu yerga display flex, flex direction column va gap 8 berib qo'ysak, o'z orasini ochadi. Mana orasini ochib berdi bizga. Keyin bunda padding bor. O'zida to'liq profilda olinganmi? Qarab ko'ramiz. Padding bor, lekin degan joyi bor. Mana bu social mediada uzun chiziq bor ekan. O'shaning uchun ishlamay qolishi mumkin. Profile linksni chiqarib qo'yaman. Boshqa imkon bo'lsa. Mana bu divdan, profiledan chiqarib, keyin tashlayman. Tushunarli-a? Site ichida turibdi lekin. Profile links. Tartib bilan ko'rsating. Bu profile links. Bu route content.
Biz hozir profil bo'yicha ishlayapmiz. Profilni o'ziga endi padding bersam bo'ladi. Necha piksel? 14 piksel. Faqat bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, tepada hech qanday piksel yo'q. Bir tekshirib ko'ramiz. Demak, olib qaraymiz. Tepaga, eng tepasiga topga 0, left 14, bottom 14 va uzr. Mana bu top, bunisi right, bunisi bottom, bunisi left. Har biriga qiymat berib oldik. Mana joylashdi. Zo'r. Keyingisi mana shu profile page bo'ladi. Rasm qanday holatda? Menimcha mana border radius borda ozgina. Men sezyapman. Border radius deyman. Birinchi tarafiga keling. 12 piksel, bu tarafga 0, bu tarafga 0 va 12 piksel berib qo'yamiz. O'shanda tekshirsak mana biz xohlagandek holatga keldi. Zo'r. Xo'p, yaxshi. Profile name. Keyingisi. Stilni yuklab olamiz. Qaytamiz va yuklayam popmiz. Shartmas. Buni ham olib qo'yamiz. Bo'ldi. Faqat markazlashib qoldi, buni o'chirib tashlayman. Boshda turaversin. Bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Keyingi bosqich ularga orasi necha pikseldan? 10 pikseldan iborat. 6 ga 8. Yaxshi. Portfolio position. Width 100%. Display flex. Align item center. Flex varab bo'ladi agar sig'masa pastga tushib ketadi va gap bo'ladi. Normal. Endi mana shuni ichidagi span. Xo'p, mana shuni bitta olsam. Bilayman. Gap nima kerak bizga? Kerak emas. Va mana bu. Va stilni olamiz. Eng oxiriga stilni olamiz. O'chirib qo'yamiz. Endi bitta tekshirib ko'ramiz. Mana tayyor. Bu qismi ham. Xo'p, dizaynga qaraymiz. Bundan keyin tagida bitta chiziq bor ekan, e'tibor bering. Bu nimadan darak bersa, profil tugaganidan darak beradi. Demak, biz mana shu profilni tugaganda mana shu borderni berishimiz kerak ekan. Profilga berdik. Mana tayyor. Chiziq. Keyingisi links. Profil tugadi. Yopib qo'yaman. Profile linksni ochamiz. Width 100% bo'lsin. Display flex. Flex direction kolumn ustun shaklda turadi. Va gap necha ekan? Orasi masofa 14 piksel. Va padding ham 14 ekan. Padding ham 14, gap ham 14. 14 piksel. Padding ham 14. Berildi. Xo'p, yaxshi. Keyin link bor ekan. Display flex. Gap 10 piksel mana orasidagi masofa. Demak, profile link qani deb so'rasangiz, mana ikkalasini orasidagi masofani mana bu logotip bilan bu kontentning orasini 10 piksel qilib ochib beryapmiz. Xo'p. Yaxshi. 10 piksel. Bu ham tayyor. Endi yana ichiga kiramiz. Masalan, profile link qildik. Endi mana logo. Bu qanday bo'lishi kerak? Mana hajmi, width heightlar qanday? Mana 44 ekan. 44 ga 44. Display flex. Kolumn shart emas. O'chirib yuboraman. Gap bu ham shart emas. Bo'ldi.
Yaxshi, endi bitta tekshirib ko'ramiz. Mana normal holatda buni aynan mana shu Gmail bormi? Endi hozir yozamiz. O'sha profilni logoni nuqta Gmail deb yozaman. Bu nimaga bunday deb klass yozdim so'rasalaringiz, Gmail deyishim sababi qo'shib yozishim mana bu borligi uchun. Mana ikkalasini birgalikda yozing. Ishlatilishi. Chunki ikkalasi bir vaqtda birgalikda hech qayerda ishlatilmagan. Shuning uchun mana shu stilni tekshirib ko'ramizmi? O'xshagan. Xo'p, endi kontentni olamiz. Profile content. Oraliq masofasi necha? 2 piksel. Keling, shunga flex emasda o'zini margin bottom qilib qo'yaman. Shuni ichidagi H4. Shuni ichidagi H4 ga stil beramiz endi. O'sha elektron pochta aynan margin bottomiga keyin 2 pikselni berib qo'yamiz. Buni o'chiraman, kerak emas. Center bo'lmaydi, left turishi kerak va margin bottom 2 piksel. Tagidan 2 piksel ajralib turishi kerak. Bo'ldi. Xo'p, undan keyingisi aynan shuni ichidagi H4 emasdan A tegi bo'ladi. Buni shrifti. Xo'p, popin hisobda ishlayman, text. Mana center ochiramiz. Bo'ldi. Mana faqat keyingilarni ham moslashtiramiz. GitHubniki qanday? GitHubga mana shunday beramiz. Keyin boshiga hozir endi to'g'rilab qo'yaman. Mana bu GitHubniki bo'lsa, copy qildim. GitHub mana. Buni yana qayta tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu qayerda desalaringiz, mana bu yerdagi aynan GitHubga mana. Shu yerga stil berilyapti. Yaxshi, endi bitta tekshirib ko'ramiz, mana o'zgarish bor. Margin bottom 2 piksel shart emasmi deymanda. Mana komment olib ko'raylik. Bo'ladi, o'z holicha qolaversin. Xo'p, keyingisi Telegram bilan telefon ekan. Telefonning logosi o'zgarmagan ekan. Telegram mana bu yerga fon bo'ladi. Telefon raqam Telegram. Bo'ldi. Zo'r. Buni yana copy qilaman. Telegram. Aynan Telegramni logotipini backgroundini olamiz. Mana oldik. Kopировать. Mana shu yerga вставить. Bo'ldi. Keyingisi fon bo'ladi. Aynan mana shuni kopировать qildim. Va endi tayyor. Bitta tekshirib ko'ramiz. Zo'r. Mana bizda tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Faqat sig'may qolsa, qarang, bitta narsa chiqib ketyapti. O'shani chiqmasdan mana shu yerda scroll hosil qilamiz. Assign o'zida bor. Assignga aynan bitta height berib qo'yaman, balandlik. Menda bor edi. Mana shuni assignga ham berib qo'yaman. Bo'ldi. Shu so'z qotadi bu. Joyida. Overflow auto bo'ladi, scroll paydo bo'ladi. Agar ko'ryapsizlarmi? Endi zo'r-a. Mana buni scroll yozsak ham bo'ladi o'zimiz. Xo'p, internetdan tayyor olishni ham ko'rsataman. Hozir WebKit scroll bar. Mana bu nima uchun, nima narsa bu scroll bar deb so'rasalaring, mana hozir rangi oq, har xil bizga boshqacha bo'lib qoldi. Mana qaranglar. Bu narsani chiroyli holatga keltiramiz. Aynan o'sha narsaga kerak bo'ladi. Scroll bar. Buni tekshiramiz. Scroll bar. WebKit scroll bar. Scroll bar. Bu ko'rinmaydigan holati. Manzur. Mana shuni yuklab olaman.
aynan aside ga berib qo'ysak bo'ladi. Yoki umumiy berishimiz uchun mana shu yerga yozaman va mana buni olib tashlamayman. Hammasiga tegishli ishlayveradi. Agar qayerda scroll bo'lsa, rangini boshqacha rang qilamiz hozir. Biz Figma'da berilganday rang qilamiz. Mana default scroll deydigan. Biz qanday rang bu? Mana bu rang ekan. Hoppa. Bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz. Qarang. Qandaydir bir ajoyib holat kuzatilyapti. Hop, men bitta narsaga tushunmayapman hozir bizda kengayib ketishiga rasm sabab bo'lyaptimi? Bu scroll tagida ham paydo bo'lishiga. Bu scroll. Menimcha rasm. Profile. Ctrl F qilaman. Profile image. Bu tarafda edi. Bu yerdan qidiramiz. Ctrl F. Bittada kelib chiqdi. Ha, 100% berib qo'yaman. Tamam. Mana. Bizda scroll ham ketdi. Rasmdan bo'layotgan ekan. Xo'p. Mana bu rangni naon qilib qo'yaylik. Mana edi. Qilingan ekan. Scroll bar. Background cover. Umumiy background. O'chirib qo'ydim. Zo'r. Вообще chiroyli. Scroll. Bu yoqqa umuman xalaqit bermaydi. Xo'p, yaxshi. Davom etamiz. Endi bu sahifasini to'zib chiqishimiz kerak. Demak, aside ham tugadi bizda. Sectionga yetib keldik. Xo'p, men section deb yozib qo'ydim. Buni ichiga xohlaganday. Endi misol uchun intro boshlang'ich qism bo'lishi mumkin. Yokida buni o'chirib about bo'lishi mumkin. To'g'rimi? About yokida tasavvur qilyapsizlar degan umiddaman. Mana bu about uchun ketyapti. Yokida projects bo'lishi mumkin. Men boshlang'ich index.html yozdi intro qilish qismi uchun. Va bu yerga aynan mana shu qismini olib kelamiz. Kopировать qilaman. Mana yukladik. Lekin rangi o'zgargan ism familiya bor ekan. O'shani Ctrl X qilib aynan spenga o'rab qo'yamiz. Qo'shib qo'yaman. Bo'ldi. Faqat shoshmang. H1 ga yozaylik. Keyin fitegi bor menimcha. Polностью ma'lumotlarni olamiz. Fitegini ichiga hop va keyin bitta button bor, tugma. Bu buttonga hop, aynan button emas bu, link bo'ladi. Link bo'ladi, как раз loyihalar bo'lsa projects bo'ladi. Ustiga bosganda projects ga o'tib ketish kerak. Hop. Button link deb yozib qo'yaman nomini. Mana shunda adashmaymiz. Va bunga loyihalar deb nom beramiz. Tayyor. Keling, hozir shu yerda bitta o'zgarish qilaman. Qanday o'zgarish deb so'rasangiz, xo'p, CSS o'zgartiraman. Mana buni global CSS qilaman. Chunki bu umumiy. Hozir global.css bo'lyapti. Bildiga. Endi yana ochaman. Xo'p, intro.css. Bu aynan intro uchun. Mana hozir ochdik-ku, mana intro uchun kerakli. Keyingilarga about uchun bo'ladi. About.css. Mana ko'ryapsizlarmi? Faqat bu yerda to'g'rilab ketishimiz kerak. Mana buni global qilaman va yana bitta CSS ulaymiz. Bu qaysiniki deb so'rasalaringiz, introniki. Mana. Ikkita ulandi. Zo'r. Hop. Mana buni yozishdan avval hop, Ctrl A ni bosib, hozir about ga o'tkazamanda Ctrl V qilib mana buni o'chirib about qilib qo'yishim mumkin. About. Mana shu yerga ham keling, H2 da about. Uni o'chirib yokida
men haqimda yozib ketaverasizlar. Xo'p, faqat bunda siz qaysini ulaysizlar? Global turaveradi. Bunga about ni ulaysizlar. Bo'ldi. Hop, keyin yana kopировать qilib olaman. Xo'p, biz yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Biz tagiga hover qo'ymadik. Sezgan bo'lsangiz, o'shani ham qo'yib ketamiz. Mana bu hoverni. Ko'ryapsiz? Globalga o'taman. Bizda header link bor, nav link bor. Mana nav link. Nav link. Nav linkda mana bu ikkita nav itemga beraylik shuni, keling. Nav item. Item. Mana shu yerdan bersak bo'ladi. Nav itemga hozir bitta beraman. Shunga before deyman. Bu narsani ham o'rganib oling. Sizga kerak bo'ladi. Content 0. Hech qanday content yozilmaydi. Va mana bu nav item. Nav link. Yo'q. Nav linkga qilinar ekan bu ish. Nav linkga qilinar ekan, bo'ldi. Bunga before ni o'chiraman. Position relative yozib qo'yaman. Bo'ldi. Bu position absolute bo'ladi. Faqat mana bu yerga ikkita. Shoshmang. Yo'q, qilsa bo'ladi. Ikkalasi kerak emas, bitta buni o'zida qilsa bo'lar ekan. Bo'ldi, tushundimmi? Mana shuni olaman. Before content store position absolute bottom 0 bo'ldi. Xo'p, endi mana bu stilni olamiz. 2 piksel ekan. Bits 100% degan. Height 2 bits 100%. Tekshirib ko'raylik. Xo'p, mana tagiga chizildi. Buni endi bottomni o'zgartiraman. Keling, 14 piksel qilaman minusdan. Yoki padding bersak ham bo'ladi. Mana 14 piksel oldim, tagiga joylashtirdim. Faqat bunga ishlamadi nima uchun? Mana nav item qolib ketibdi. Loyihalar. Chunki biz about damizda hozir. Index o'taylik. Index.html. To'g'rilab qo'yamiz uni, muammo yo'q. Mana bo'ldi. Faqat bu narsa qachon bo'lishi kerak? Hover bo'lganda. Hover bo'lganida. Demak, mana shu hover bo'lganida ishlash kerak. Hozir buni 0 qilib qo'yaman. 0% bo'lib turadi. Qachonki mana shu hover bo'lsa, o'sha birinchi hover bo'lsa, keyin width 100% bo'lsin. Biz tekshirib ko'ramiz. Tezda buni sekinlashtirish imkoni bor. Transition berib qo'yamiz. Transition 0.25 sekund. Mana sekin ishlayapti. Yaqinlashtiraman mana. Mana ishladi. Faqat aktiv bo'lsa o'sha tagi yonib tursin. Aynan. Yozaman. Agar shu narsa hovermasda nuqta aktiv bo'lsa 100% turaversin. Mana bu 100% qolaveradi. O'zgarmaydi. Qachonki qaysi sahifaga o'tganda o'sha hover bo'ladi. Mana misol uchun ikkinchi sahifaga o'tsak, bunga hover bo'lishi kerak. Mana bu tagi chizilgan bo'lishi kerak. Shunda about tagiga o'chamanda aktiv yozib qo'yaman. Aynan mana shuni oldiga
aktiv yozib qo'ysam yetarli. O'zi tagiga chizilib qoladi. Loyihalar project ustiga hozircha yo'q bu. Shuni Ctrl A ni bosib copy qilib oldim. Projects'ga o'taman, buni tashlayman. Faqat buni CSS projects deb oladi keyingi o'rinlarda. Projects deb ochmadikmi? Bo'ldi. Ulandi. Tayyor. Faqat aktivni Ctrl X qilib olib, mana bunga qo'shib qo'yaman. Tayyor. Kontakt bo'lsa kontakt keyingisi. Xullas o'zlaringiz davom ettirasizlar. 1:20 bo'ldi. Bitta ortga qaytamiz. Project qilsak mana ko'rasizlar. Mana chiroyli. Mana o'zgaryapti, e'tibor qilsangiz. Mana bosh sahifam bo'lsin, bosh sahifaga refresh. Misol ustiga bosam telefon qilishga bosh kerak, bu Telegramga o'tib ketish kerak. Mana men Telegramni ochaman deyapti. Emas. Xo'p, mana bu qismini ham about ni ham bitta ko'rsatib, introni ko'rsatib ketaman. Index shu bilan yakunlaymiz. Sayt yopilgan, bu qo'yilgan. Mana bu yerda bosh sahifaga birinchi mana bu display flex berish kerak. Tushunarli. Mainga o'taman. Main kerak. Display flex bersak ham bo'ladi yoki position orqali olib ketsak ham bo'ladi. Ikki xil usul bor. Hozircha display flex qilib turaylik. Display flex. Yonga o'tdi. Va main section deb yozib qo'yaman. Har birida yetarlicha padding bor-da. Bitta bunda emas, mana bularda ham. O'sha paddingni mana shu yerda berib ketaylik. 32 ga 20 ekan. Menimcha qolganlarida ham shu narsa bor. 32 ga 20. Kerak, mana shu paddingni mana shu berib ketaman men. Padding 20 ga 32. Bo'ldi. Va bunda qanday bo'ladi endi? Width qanday bo'ladi deb so'rasalaringiz, kalkulyator bo'ladi. 100% dan ayiramiz. 288 ni haydan xuddi shunday topadi. Mana bizga chiroyli qilib berdi. Va bizda yana bitta ish bor. Bu yerda bottom berib ketgan edi. Mana bu chiziqcha bor edi. Bu qaysi biriga tegishli? Mana ki. Topdim. Shuni left ga ishlataveraylik. Bot nimasi? Left. Left. Mana chiziqcha paydo bo'ldi har birida. Hozir endi intro. Aynan intro CSS ga yozaman bu qismni. Chunki intro uchun. Width 100% deyman. Height ham 100% deyman. Xo'p. To'liq oladi chunki o'lcham aniq. Va bizga background bor edi. Background bor bizda. Rasmni qanday yuklab olamiz? Mana bu backgroundni olish imkoni mana. Body background. Bodyni background tayyordir. Hop, ustiga bosdim. Bo'ldi. Mana yuklab olaman buni. Hop, buni olamiz. Image'ga body badge. Chizib qo'yaman, kichkina harfda bo'lsin. Bo'ldi. Va tayyor. URL beramiz. Background image deydi uzr. Background deb yozib ketsak ham bo'ladi. URL bitta orqaga chiqamiz, image kiramiz, yozamiz. Endi background repeat, no repeat. Takrorlanmasin. Shu qaysi o'q bo'yicha degan joyi ham bor. No repeat.
repeat bo'lib tursin, y bo'yicha repeat bo'lsin. Cover center. Natijani tekshiramizmi? Yo'q, faqat introga qo'shilib ketdi menimcha. Bu aslida Ctrl X qilib olaman. Aslida bu yoqda bo'lishi kerak edi. Endi bu yoqda bo'lishi kerak. Mana endi joylashdi. Zo'r. Xo'p, davom etamiz. Bularga stil berishimiz kerak. Display flex. Flex direction column. Align item center. Xullas hammasi joyida. Mana o'rtaga keldi. Mana biz xohlagandek holatga kelyapti. Nuqta introni ichidagi h1 ga stil beriladi va introni ichidagi pt ga stil beramiz va uni ichidagi at ga stil beramiz. Mana tayyor qilib oldik. Har biriga endi stil beramiz. Xo'p, yaxshi. Buni olaman. Popins emas. O'chiraman. Markazda turaversin. Faqat bu yerda yana bitta narsa bor. Rang o'zgargan-ku. O'shani yozib ketaylik. Shu yerda span ochib, rangi saligina boshqacha bo'ladi. Mana bu rangni olaylik. Bo'ldi. PDI. Buni stilni olamiz. Bu kerak emas. Yaxshi. Endi bunga keldik. Xo'p. Demak, flex pastda tursin. Gap kerak emas. Ora masofani. Bu kerak bo'ladi. Va keyin matnga. Popins. Chiqamiz. Text qolursin. Demak, tekshirsak. Xo'p, shunday holatga kelib qoldi. Ularni max width qilib qo'yamiz. Width 633 bo'ldi. Keling, mana shu yerda berib yuborsam ham bo'ladi. Boshqa narsa yo'q chunki. 663 adashmasam. 633 ekan. Piksel. Faqat o'rtaga marjin 06 dan foydalansam. Markazlashadi. Markazlashdi. Oraliq masofasini ochamiz. 16 pikseldan ekan ham biri. Gap 16 piksel berib qo'ysam ham bo'lar ekan. Va tekshiramiz. Mana bizda tayyor. Bunga ham hover bersam bo'ladi. Qanday hover berilgan bo'lsa, o'sha holatga keltiramiz. Hover. Mana silkalarga ham hover berilgan ekan. Buni o'zingiz qo'yib qo'yasiz. Ustiga meshga borganda text decoration bosib bo'lish. Hover. Mana bunday ekan hover. Intro. Shuni ochib qo'yaman. Hozircha olaman. Tashla. Hover. Va sekinroq ishlash uchun transition berib qo'yamiz. 0.25 sekund. Tekshirib ko'ramiz. O'zgardi rangi. Bunda bor mana hover. Buni ochsak mana men haqimda. Buni ochadigan bo'lsak mana. Sonra bunga o'zingiz hover qo'yasiz. Xo'p, responsivlik qanday bo'ladi? Responsivlikni ham keling qilib ketaylik. Responsivlikka o'zingiz bir harakat qilib ko'ringizlar, mayli. Imkon qadar. Mana bu qolgan sahifalarni o'zlaringiz davom ettirib ketaverasizlar. Mana yozib, matnlarni, uskunalarni qo'yib, chiroyli qilib meshga borsa nomi chiqishi kerak ekan. Mana bular ham tayyor rasm bu. Shuni qo'yib ketsalaringiz bo'ldi. Bu select. Bu filtrlash shunchaki qo'yib ketingizlar, tugma qilib, matn qilib mayli. Hech qilsa yo'q. Hop, buni ham qo'yamiz.
buni ham ko'rasizlar. Mana bu input. Bo'ldi. Responsivlikka harakat qilib ko'ring, lekin responsiv bo'lmasa ham mayli. Muhimi bu sahifalarni ham bajarishlaringiz kerak. Mana login projects bo'lsa, mana projects chiqish kerak. Men haqimda deb turibdi. O'zgartirib qo'yaman hozir o'shani. Loyihalarim bo'lsin. Mana loyihalarimni yozib qo'ydim. Bitta xato ketibdi. Bo'ldi. Loyihalarim. Mana qaysini bo'lsa o'sha ochilaveradi endi. Mana shunaqa. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Nasib bo'lsa, natijalarni kutib qolamiz.